Hammasi bittada bo'lgan xonadonni ko'rganmisiz? Gazlari ulangan, shahar sentrida joylashgan va undan tashqari kattagina hovliga ega bo'lgan, avtorskiy proyektga ega bo'lgan xonadonimizning obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu fayzli xonadonimiz siz bilgan Gorga Saodat restorani qarshisida joylashgan bo'lib, 8 qavatli g'ishtlik domning 7-qavatida joylashgan. Eng muhimi esa 24 ga 7 liftlari ham ishlab turibdi. Ushbu xonadonimiz umumiy maydon 70 kvadrat bo'lib, plus afzalliklardan biri esa ochiq balkonga ham ega. Ushbu 2 xonalik uyimizning narxini esa $57,900 deb aytishyapti. Albatta sizlar uchun savdosi ham bo'ladi. Ushbu xonadonimiz kimga qiziq bo'lsa, albatta pastdagi raqamlarga bizga qo'ng'iroq qiling yoki bizning ofisimiz Megapolis ko'chmas mulk agentligiga tashrif buyuring.